Hammaga salom bolalar, sizlar bilan Uzmafia kanali. Bugun sizlar bilan GT5 RPni qanaqa qilib skачать qilishni o'rgatib qo'yaman. Bugungi videoda sizlar bilan qanaqa qilib Radmir proyektini uстановка qilishni o'rganib olamiz. Buning uchun kommentariyada qoldirgan ssilkam bo'yicha kirasizlar va начать игрuni bossanglar pastga tushiradi va bu yerda RageMPni skачать qilishingiz kerak bo'ladi. RageMP skачать qilganingizdan keyin sizlarda mana bunaqa narsa paydo bo'ladi. Bunga kirib olasizlar va hozir sizlarga ko'rsatib beraman nima bo'lishini. Sizlar kirib olganingizdan keyin bolalar ko'rib turgan bo'lsanglar mana bunaqa serverlar ochiladi. Har xil serverlar bor, o'sha hamma blogerlar o'ynaydigan serverlar bor. Lekin bizni oila, ya'ni Uzmafia jamoasiga qo'shilishingiz uchun sizlarga bitta server kerak bo'ladi. U bo'lsa ham Radmir Roleplay birinchi serveri. Bu serverda shunday ustiga bossanglar, sizlardan narsa uстановка qilishni boshlaydi. Примерно 13 GB narsa bo'lgandan keyin sizlar o'yinga уже registratsiya qilishni boshlaysizlar. Hozir sizlarga полностью nima bo'lishlarini hammasigacha ko'rsatib beraman. Unda sizlar videoni ko'rishni davom etinglar. Mana bolalar, o'yinga kirganingizda sizlarda mana bunaqa okno ochiladi. Registratsiyadan o'tayotganda bu yerdan o'zingizlarning nickinglarni, email va parol 2 marta yozib qo'yasizlar va men bunda птичкani bosib qo'yasizlar. Hozir men o'zim akkauntimga kiraman va sizlarga yana nimalar qilishni o'rgatib qo'yaman. Bolalar, mana men o'zim akkauntimga kirib oldim va nihoyat hozir sizlarga oxirgi shartni ko'rsatib beraman. Bu shartni qilganingizdan keyin sizlarda уже qo'lingizda 200 ming pul va 7 kunlik premium bo'ladi va oxirida sizlarga o'zimizning lider Desmond Khan sizlarga yana 200 ming beradilar. U 400 mingni olib sizlar bemalol xohlagan joylarga ishlatsanglar bo'ladi. Hech qanaqa ограничениялар bo'lmaydi. Misol uchun mashina olsanglar bo'ladi, yoki har xil aksessuarlar olsanglar bo'ladi. Shunaqa qilib bizning semiyaga shunday kirib olsanglar bo'ladi. Hozir sizlarga kartadan bizning semiyani ko'rsataman. Mana bu yerda joylashgan. Ko'rib turgan bo'lsanglar, mana karta bu yerda bo'lsa, bu mana. Chotki shunday kelasizlar. Har doim bizda semiyada odam bo'ladi. O'sha payt invite qo'yinglar desanglar, sizlarni sразу invite qilishadi. Va agar semiyamizga obzor kerak bo'lsa, mana bu videoni ko'rib qo'yinglar. Shunaqa qilib bolalar, bugungi videoni tugataman deb o'ylayman. Hammanglarga rahmat. Obuna va like bosishni unutmanglar. Hammanglarga xayr.